Assalomu alaykum. Men Rumaysa Saidikram. Norvegiyaning Bergen shahrida tug'ilib o'sdim. Bu yil 13 yoshga kirdim. Men bugun sizlarga vatanparvar shoirimiz Ablajon Laylinamon dadashning o'tliq she'rlaridan menga atab yozgan she'ri Jiroq sharaqqa talmurgan dadam degan she'rni deklamatsiya qilib beraman. 6 dekabr 2019. Jiroq sharaqqa talmurgan dadam. Jiroq sharaqqa talmurib dadam yig'laydi har kuni ketelmayman deb. Vatanning o'ti nimdaq yamandu, kuyudu anam kechelmayman deb. Sabiy qalbimni chirmidi sual, menmu bir kuni ko'rarmanmu deb. Ashu güzel vatan ko'chsida ota onam bilan jurarmanmu deb. Jiroq sharaqqa talmurgan dadam har vaqt tayyor kurashga jangga. Hur ozodlikqa talpingan onam atar o'zini aziz vatanga. Har ikkisining qalbida bir o't usul o'ynashqa tamshilar badan. Lekin xalqi quldur ham mahbus, quchoqlashib yig'laydi ba'zan. Jiroq sharaqqa talmurgan dadam hikoya so'zlab uxlatar meni. Tangri tog' tarim sayram ko'li ham ili daryosi kazdurar meni. So'radim, dada nima uchun ketmaymiz? Urug' tuqqanlar billa o'tmaymiz. Desam, dedi, balam quloq sol, cho'qim ketimiz, bundaq o'tmaymiz. Dadam ashundaq umidga to'lgan hur ozod vatan qurimiz deydi. Opam bir yoqda g'azabga to'lgan dushmanni qo'g'lab surimiz deydi. Bechara ota onamning zori nadur vatanda xalqning holi. Biz farzandlar qilmasak kurash, biz bilan haqning nimadir kori. Vatanning sirtida tug'ilib o'sgan, o'z vatanni ko'rmay cho'ng bo'lgan. Lekin qalbida vatan sevgisi, vujudida vulqon portlagan. Vatanimdan chiq, u bizga mansub, deydi Uyg'urning qizi Rumaysa. Qoral tanlash u yoqda tursin, dushman ko'zini o'yar Rumaysa. 9 dekabr 2019. Rahmat.